Matematika. U bizning hayotimizni boshqaradi. Lekin bu qanday qilib sodir bo'lganini hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega 2+2 doim 4 yoki Pifagor, Nyuton, Einstein ularning barchasi qayerdan paydo bo'lgan? Bugun matematikani qanday ishlanishi va uning tarixini o'rganamiz. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan matematika tarixining eng mashhur shaxsi Pifagor va uning ilm-fanga qo'shgan ulkan hissasi haqida gaplashamiz. Pifagor miloddan avvalgi 6-asrda yashagan Yunon matematiki, faylasufi va o'qituvchisi bo'lgan. U Samos orolida tug'ilgan va ko'plab ilmiy g'oyalar asoschisi bo'lgan. Pifagor nafaqat matematikani, balki musiqa, astronomiya va falsafani ham chuqur o'rgangan. Uning nomi bilan mashhur bo'lgan Pifagor teoremasi matematikadagi eng mashhur formulalardan biridir. To'g'ri burchakli uchburchakda katetlar kvadratining yig'indisi gipotenuzasining kvadratiga teng. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat javob c kvadrat. Bu formula faqat matematikada emas, balki hayotimizda, texnikada, fizika fanida ham keng qo'llanadi. Masalan, qurilishda nishablikni hisoblashda, harakat yo'nalishlari o'rtasidagi masofani aniqlashda, fizikada kuchlar va tezliklarni vektor sifatida birlashtirishda, hattoki GPS navigatsiyasi ham Pifagor teoremasida ishlaydi. Pifagor shuningdek musiqada ham tadqiqotlar olib borgan. U sim uzunligi va chiqarilgan tovush balandligi o'rtasidagi nisbatni aniqlagan. Bu esa musiqa nazariyasining ilk ilmiy asoslariga bergan. Uning ta'limoti Pifagorchilik, raqamlar orqali olamni tushunishga asoslangan edi. U raqamlarni nafaqat hisoblash vositasi, balki olamning asosiy tuzilmasi deb bilgan. Shuning uchun Pifagorni nafaqat matematikaning, balki ilm-fan tarixining asoschilaridan biri deb hisoblash mumkin. Qadimgi Misr matematikasi amaliyotga asoslangan eng qadimiy matematik tizimlardan biridir. Misrliklar taxminan 5000 yillar oldin arifmetika va geometriyani yer o'lchash, qurilish va soliq yig'ishda qo'llashgan. Ular o'nlik sanoq tizimidan foydalangan va har bir raqamga alohida hieroglif belgi yaratgan. Ular qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish va kasrlar bilan ishlashni bilgan. Kasrlar faqat bir taqsim x ko'rinishida yozilgan. Qurilishlarda to'g'ri burchak va uzunliklarni aniqlash uchun geometriyani keng ishlatishgan. Piramidalarni qurish aynan matematik hisob-kitoblar asosida amalga oshirilgan. Eng mashhur yozma manbalaridan biri Ruined Papyrus. U 80 dan ortiq masalalarni o'z ichiga oladi. Bunda yuzani, hajmni hisoblash va hatto oddiy tenglamalar bor. Yana bir manba Moskva papirusida esa doira yuzasi uchun pi 3,16 deb olingan. Misr matematikasi bugungi fan asoslarining boshlanish nuqtasi bo'lib, oddiy vositalar bilan ajoyib natijalarga erishgan davr hisoblanadi. Qadimgi Bobil matematikasi miloddan avvalgi 2000-yillar atrofida hozirgi Iroq hududida rivojlangan eng ilg'or matematik tizimlardan biridir. Bobilliklar matematikaning yulduzlar harakati, taqvim tuzish, qurilish, soliq va savdo ishlarida keng qo'llashgan. Ularning eng katta kashfiyoti 60 asosidagi sanoq tizimi. Bu tizim bugungi kungacha saqlanib qolgan. 1 daqiqada 60 soniya, 1 soatda 60 daqiqa bo'lishi aynan Bobilga borib taqaladi. Bobilliklar qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishni mukammal bilishgan. Kasrlar bilan ishlagan, ular yozishda murakkab tizimlarni qo'llashgan. Kvadrat ildiz, kvadrat tenglamalar, hatto Pifagor teoremasiga o'xshash munosabatlarni ham bilishgan. Ular geometrik shakllarning yuzasi, hajmini ham hisoblashgan. Matematik ma'lumotlar mixxat bilan loydan yasalgan taxtachalarga yozilgan va bugungi kungacha saqlanib qolgan. Ularning ko'plab jadvallarida raqamlar, ildizlar, darajalar hisoblari topilgan. Xulosa qilib aytganda, qadimgi Bobil matematikasi insoniyat tarixidagi eng chuqur va ilg'or tizimlardan biri bo'lib, hozirgi zamonaviy algebra, geometriya va hisoblash tizimlariga asos bo'lgan.
Qadimgi Hindiston matematikasi tarixda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan va bugungi matematikaga asos bo'lgan tizimlardan biridir. Hindistonlik olimlar miloddan avvalgi 1000 yillik matematikani juda rivojlantirishgan va ko'plab ilmiy kashfiyotlarga erishgan. Raqamlar tizimi Hindistonliklar 10lik sanoq tizimini ishlab chiqardilar. Bu tizimda 10 ta asosiy raqamlar 0 dan 9 gacha foydalanilgan va ular o'zaro kombinatsiyalangan holda sonlarni ifodalagan. Bu raqamlar tizimi keyinchalik arablar orqali Yevropaga tarqalib, hozirgi 10lik tizimini tashkil etdi. Hindiston matematikasi yodgorliklari Hindistonning eng mashhur matematik manbalari Sulba Sutras va Brahmaguptaning ishlari. Brahmagupta miloddan avvalgi 628-yilda yozgan asari 0 ni raqam sifatida ishlatish va algebrik tenglamalarni yechishni ko'rsatgan. U kvadrat tenglama va yig'indi va ayirma amallarini mukammal tushungan. Hindiston matematikasining eng katta yutug'i 0 raqamini kashf qilishidir. Bu kashfiyot ayniqsa Hindo-arab raqamlar tizimining paydo bo'lishiga olib keladi va zamonaviy matematikaning asosini tashkil etadi. Hindistonlik olimlar 0 raqamini faqat bo'sh joyini bildiruvchi belgi sifatida emas, balki bir son sifatida ishlatishni boshladilar. Bu yangilik juda muhim edi, chunki undan oldin 0 faqat bo'shliqni ifodalash uchun ishlatilgan edi. Hindiston matematikasi o'zining 0 ni kashf qilishi, 10lik sanoq tizimini yaratishi va algebrik yondashuvlari bilan butun dunyodagi matematikaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. 0 ning kashf qilinishi matematikadagi yangi davr boshlanishi va bugungi ilm-fan, texnologiya va hisoblash tizimlaridagi poydevorni yaratdi. Al-Xorazmiy algebra, arifmetika, geometriya fanlarida asos solgan va ularning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Uning eng mashhur asari kitob Al-Jabr va Al-Muqobala bo'lib, bu nomdan keyinchalik algebra atamasi kelib chiqqan. Bu kitobda u chiziqli va kvadrat tenglamalarini yechish usullarini tushuntirgan. Amaliy masalalar orqali algebrik fikrlashni ko'rsatgan. Sonlarni kasrlar, ildizlar, ko'paytuvchilar orqali qanday ishlashni tushuntirgan. Bu asar arab tilida yozilgan birinchi ilmiy algebra darsligi bo'lib, keyinchalik lotin tiliga tarjima qilingan va Yevropa matematikasining rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Algoritm atamasi bevosita Al-Xorazmiy nomidan kelib chiqqan. Uning arifmetika bo'yicha yozgan asari lotin tiliga tarjima qilinganda u algoritmi deb yozilgan. Bu so'z vaqt o'tib bosqichma-bosqich hisoblash usuli degan ma'noni anglatadigan umumiy matematik atamaga aylangan. Bugungi kunda algoritm bu muammoni bosqichma-bosqich qat'iy qoidalarga asoslanib hal qilish usuli. Har bir kompyuter dasturi, kalkulyator va texnologik qurilma aynan shu prinsip asosida ishlaydi. Shunday qilib, Al-Xorazmiy algoritm tushunchasiga asos solgan va dasturlash, informatika va sun'iy intellekt fanlarining ildizida turgan olimdir. Abu Rayhon Beruniy o'rta asrning eng yirik olimlaridan biri bo'lib, u matematika, astronomiya, geografiya, tarix, farmatsiya va boshqa ko'plab sohalarda chuqur ilmiy ishlar qilgan. U Xorazmda tug'ilgan va o'zining ilmiy faoliyatini ko'proq G'aznaviy saroyida olib borgan. Beruniyning matematikaga qo'shgan hissalari: trigonometrik hisob-kitoblar. Beruniy trigonometrik funksiyalar ustida ishlagan. Sinus, kosinus, tangens kabi tushunchalarni ishlatgan. Radiusni 1 ga teng deb trigonometrik jadvallar tuzgan. Bu ishlar orqali astronomik o'lchovlarda aniq natijalarga erishgan. Yer yuzasining shakli, radiusi va aylana uzunligini hisoblashda geometriyadan foydalangan. U sferik geometriya, ya'ni sferaga oid geometriya bilan shug'ullangan. Bu esa astronomiyada juda ham muhim rol o'ynagan. Matematik usullar bilan masofa va balandlikni o'lchash haqida esa Beruniy tog' balandligini, shaharlar orasidagi masofani faqat burchaklar va matematik formulalar orqali hisoblab topgan. Masalan, u yerning radiusini zamonaviy usullarga yaqin aniqlikda hisoblab chiqargan. Bu o'sha davr uchun juda katta yutuq edi. Sonlar nazariyasi. U natural sonlar, tub sonlar va ularning xossalari haqida fikr yuritgan. Matematik mantiq va qat'iylik Beruniyning
barcha ilmiy ishlarda asosiy o'rinni egallagan. Umar Xayyom mashhur fors olimi, matematik, astronom va shoirdir. U eng ko'p ruboiylar bilan tanilgan bo'lsa-da, aslida matematika va astronomiya sohalarida ham yuksak ilmiy meros qoldirgan. Umar Xayyom algebra sohasida katta iz qoldirgan. U kub 3 darajali tenglamalarni yechish yo'llarini ishlab chiqqan. Har xil turdagi 14 xil kub tenglamani guruhlab chiqqan. Ularni geometrik usullar bilan yechishga harakat qilgan. Masalan, konus va aylana kesishmali orqali yechim topgan. Bu ishlar Yevropada faqat 500 yil o'tib tushunila boshlandi. Xayyom sonlar va nisbatlar haqida qadimiy Yunon ilmlarini chuqur tahlil qilgan va ularni rivojlantirgan. U sonlarni ratsional va irratsional sonlarni ajratgan. Bu tushunchalar hozirgi zamon matematikasining asosi hisoblanadi. Umar Xayyom algebra fanining nazariy asoslarini mustahkamlab bergan. Uning ishlari matematikaning abstrakt va nazariy jihatlariga chuqur kirib borgan. Keyinchalik Renessans davrida Yevropa matematikasiga katta ta'sir ko'rsatgan. Umar Xayyom nafaqat buyuk shoir, balki ilg'or matematik ham bo'lgan. U kub tenglamalarini tahlil qilish, sonlar nazariyasi, algebra va geometrik yechimlar orqali matematika fanining rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning ishlari asrlar osha bugungi ilm fanga xizmat qilmoqda. Isaac Newton ingliz fiziki, matematik va astronom bo'lib, zamonaviy fizika va matematikaning asoschilaridan biridir. U eng mashhur bo'lgan kashfiyoti gravitatsiya, ya'ni tortish kuchi qonunidir. Olma tushishi haqida afsona. Rivoyatlarga ko'ra, Newton bir kuni bog'da daraxt tagida o'tirganida boshiga olma tushgan. Bu hodisa unga savol tug'dirgan. Nega olma to'g'ri pastga tushdi? Nega u yuqoriga yoki yon tomonga uchmadi? Aynan shu oddiy kuzatuv Newtonni tortish kuchi haqida o'ylashga undagan. U yerning har bir jismlarini o'ziga tortishini tushunib yetib, bu kuchni gravitatsiya deb atagan. Newton o'zining mashhur Tabiiy falsafaning matematik asoslari asarida gravitatsiya qonuni, harakatning 3 ta qonunini bayon qilgan. U bu qonunlar yordamida nafaqat olma tushishini, balki sayyoralarning harakatini, Oy va Yer o'zaro tortishishini ham ilmiy izohlab bergan. Newton oddiy olma tushishini ilhomlanib, butun koinotdagi jismlarning harakatini tushuntiruvchi qonunni yaratgan buyuk olimdir. Bu voqea ilmiy tafakkur qanday oddiy hodisadan paydo bo'lishini ko'rsatadi. René Descartes fransuz matematik, faylasuf va olim bo'lib, u zamonaviy matematikaning asoschilaridan biri hisoblanadi. U analitik geometriyani yaratgan va Descartes koordinatalari tizimini ishlab chiqqan. Matematikadagi asosiy yutuqlari: birinchi, Descartes koordinatalari tizimi. Descartes birinchi bo'lib geometriya va algebrani birlashtirdi. U har qanday nuqtani x va y o'qlar yordamida tekstlikda ifodalash usulini taklif qildi. Bu orqali geometrik shakllar, masalan, chiziqlar, parabola, aylana, endi algebrik tenglamalar orqali ifodalanadigan bo'ldi. Bu tizim hozirgi kunda grafik chizish, fizikadagi harakat, kompyuter grafikasi va ko'plab texnik sohalarda keng qo'llaniladi. Ikkinchidan, algebrik belgilashlar. Descartes x, y, z harflarini noma'lum sonlar uchun, a, b, c harflarini ma'lum sonlar uchun ishlatishni joriy qilgan. Bu notatsiya hozirgi algebra darslarida ham asosiy hisoblanadi. Descartes matematikaning yangi bosqichiga olib chiqdi. U algebra bilan geometriyani birlashtirib, zamonaviy matematik analiz, fizika va texnologiya asoslariga zamin yaratdi. Bugungi kunda Descartes koordinatalarisiz matematikani tasavvur ham qila olmaysiz. Albert Einstein 20-asrning eng mashhur fizik olimi bo'lishiga qaramay, uning ishlari chuqur matematik asosga ega. Einstein o'zining nazariyalarini yaratishda geometriya, algebra, differensial tenglamalar kabi sohalardan keng foydalangan. Einstein maxsus nisbiylik nazariyasini va umumiy nisbiylik nazariyasini yaratgan. Bu nazariyalar zamonaviy fizikaning poydevori hisoblanadi. Ayniqsa,
Umumiy nisbiylikda u egrilikli fazo-vaqt tushunchasini ishlatgan. Buni tushuntirishda Riemann geometriyasi, ya'ni egrilikli fazolar haqida matematika asosiy rol o'ynagan. Mashhur tenglama E teng mc darajasida 2. Bu tenglama energiya, massa va yorug'lik tezligi o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Juda oddiy ko'rinsa-da, u ortida chuqur matematik fizika yotadi. Einstein differensial tenglamalar orqali tortishish maydonlarini ifodalagan. U tensor matematikasini qo'llagan. Bu ko'p o'lchamli matematik strukturalarni tasvirlashda ishlatiladi. Albert Einstein matematikani faqat hisoblash uchun emas, koinot tuzilishini tushuntirish vositasi sifatida ishlatgan. Uning ishlari matematikani fizika bilan yanada chambarchas bog'lab, ilmiy tafakkurning yangi bosqichini boshlab bergan birinchi shaxs hisoblanadi. Bugun siz bilan buyuk olimlar, ularning matematika va ilm-fanga qo'shgan beqiyos sirlari haqida gaplashdik. Ehtimol siz uchun ayrim faktlar yangilik bo'ldi. Ba'zilar esa chuqur o'ylashga majbur qildi. Agar sizni ilm-fan, qadimgi sivilizatsiyalar, matematik kashfiyotlar va olimlar hayoti qiziqtirsa, bu kanal aynan siz uchun. Shu bois videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va bildirishnoma tugmasini bosishni unutmang. Shunda yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qaysi olim va yangi davr haqida ko'proq bilmoqchisiz? Balki keyingi video aynan siz istagan mavzuda bo'lar. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha salomat bo'ling va ilmga chanqoqligingizni yo'qotmang.